Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar. Ramazon oyining har kuni xolislik siri dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salafi solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navro'z radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni junbushga keltiring. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. U zotga ergashgan yaxshi yashab o'tgan zotlar haqida inshaalloh to qiyomatgacha gapiriladi. Ularning ummat uchun qilgan ishlari, o'z nafslarini boshqarganliklari haqida ko'p aytiladi. Bizning dasturimiz ham aynan ana shu insonlarning hayoti haqida. Ularning hayotlaridan o'rnak olishimiz uchun bugungi kun dasturi orqali bugungi kunimizga ham murojaat qilamiz. Dastlab esa har doimgidek payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tomonidan ummat uchun aytilgan o'gitlarga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'gitlari. Bugun sizga Isro xususidagi hadis mazmunini keltirib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyg'oqliklarida tanalari va ruhlari bilan Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga buroqqa mindirilib kechasi olib boradilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhissalom hamrohlik qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha yerda payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam buroqni masjid eshigining halqasiga bog'lab qo'ydilar. So'ng shu kecha payg'ambarimiz Baytul Maqdisdan dunyo osmoniga olib chiqildilar. Jibril alayhissalom samo eshigini Nabiy alayhissalom uchun ochishlarini so'radi. Eshik ochildi. Dunyo osmonida insoniyat otasi Odam alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xush kelibsiz deb qarshi oldi va salomlariga javob qaytardi. Muhammad alayhissalomning nubuvvatlarini tasdiqladi. So'ng payg'ambarimizni ikkinchi osmonga olib chiqishdi. Eshik ochishlari so'raldi va samo eshigi ochildi. Nabiy alayhissalom ikkinchi osmonda Yahyo ibn Zakariya va Iso ibn Maryamlarni uchratdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga salom berdilar. Ular ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamni marhaba deb kutib olib, salomlariga javob berishdi va nubuvvatlarini tasdiqlashdi. So'ng payg'ambarimiz 3-osmonga olib chiqildilar. 3-osmonda Yusuf alayhissalom bilan ko'rishdilar va salom berdilar. Yusuf alayhissalom ham marhaba deb qarshi oldi, salomlariga javob berdi va nubuvvatlarini tasdiqladi. So'ng 4-osmonga ko'tarilib Idris alayhissalomni uchratdilar. Idris alayhissalom ham xush kelibsiz deb qarshilab, salom berib payg'ambarimizning nubuvvatlarini tasdiqladilar. So'ng 5-osmonga ko'tarildilar va u yerda Harun ibn Imronni uchratdilar. Harun alayhissalom xush qarshi oldi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlarini tasdiqladi. So'ng 6-osmonga ko'tarildilar va u yerda Musa alayhissalomni ko'rdilar. Nega yig'layapsiz deb so'raldi Musodan. Yig'lashimning sababi shuki, mendan keyin payg'ambar qilib yuborilgan g'ulomning ummatida jannatga kiruvchilar mening ummatimning jannatiylaridan ko'p bo'lishadi. So'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 7-osmonga ko'tarildilar va u yerda Ibrohim alayhissalomni uchratdilar. Ibrohim alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom berib,
xush qarshilab nubuvatlarni tasdiqladi. Keyin Nabiy alayhissalom Sidratul Muntahoga ko'tarildilar. So'ng Baytul Ma'mur ko'rsatildi. So'ng ismlari pok, jalolati ulug' Alloh subhanahu va taolo huzuriga ko'tarildilar. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiylar qildi. 50 vaqt namozni farz etdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytib Musa alayhissalom huzurlariga yetganda, u zot Muhammad sollallohu alayhi vasallamdan nimaga buyurildingiz deb so'radi. 50 vaqt namozga dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ummatingiz bunga toqat qila olmaydi. Robbingiz huzuriga qaytib ummatingizga yengillik so'rang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomga maslahat so'raganday qaradilar. Jibril alayhissalom istasangiz shunday yo'l tuting deb maslahat berdi. Jibril alayhissalom Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan Alloh taborak va taolo huzuriga ko'tarildi. Alloh taolo 50 vaqt namozdan 10 vaqtini olib tashladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Musa alayhissalom oldilariga tushib 10 vaqt olib tashlanganini aytdilar. Qayting, Robbingizdan yengillik so'rang dedi Musa alayhissalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Musa alayhissalom bilan Alloh o'rtasida takror qatnadilar. Oxiri namoz 5 vaqt qilindi. Musa alayhissalom yana Alloh huzuriga qaytib yengillik so'rashni maslahat berdilar. Robbimdan hayo qilaman dedilar Rasululloh. Yaxshisi rozi bo'lib bo'yin sunaman. Shundan so'ng nido qilguvchi farzimni joriy etdim va bandalarimga yengillik berdim deb nido qildi. Abul Is Hanafiy ushbu hadisni Imom Ibn Qayyumning Zodul Ma'od asaridan naql qilgan. Isro voqeasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyg'oqliklarida tanalari va ruhlari bilan birga ro'y berganiga quyidagi oyat dalolat qiladi. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barokatli qilib qo'ygan Masjidal Aqsoga sayr qildirgan barcha ayb va nuqsondan pok zotdir. Al-Isro surasi 1-oyat. Sahobai kiromlar. Bir kecha Hazrati Umar roziyallohu anhu bilan sodir bo'lgan voqea insoniyat tarixidagi nodir insoniy suluk, xulq sirasidandir. O'shanda u zot odatlariga binoan odamlarni ko'zdan kechirib, holidan xabar olib yurardilar. Madina yalangliklaridan o'tayotgan edilar bir kun, bir uydan ayol kishining ingrayotgani eshitildi. Uy eshigida bir kishi o'ltirib olgandi. Umar roziyallohu anhu unga salom berdilar va kimligini so'radilar. U badaviy kishi ekanini, Amirul Mo'mininning fazli marhamatidan bahramand bo'lish uchun kelganini aytdi. Umar roziyallohu anhu uydan eshitilayotgan ovoz kimniki deb so'radilar. Haligi odam u kishi Amirul Mo'minin Umar ekanliklarini bilmay, Alloh marhamat qilgur, bor ishingni qil, senga foydasi bo'lmagan narsa haqida savol berma dedi. Umar roziyallohu anhu buning tagiga yetishni xohlaganlardan qayta so'rayverdilar. Oxiri u kishi bu yerda tug'ishi yaqinlashib qolgan bir ayol bor, uning oldida hech kim yo'q deb javob qildi. Umar roziyallohu anhu uylariga qaytdilar. Ayollariga: "Ey Ummu Kulsum, Alloh taolo senga ajr va savobni haydamoqda, qabul qilmaysanmi?" dedilar. Xotinlari Ummu Kulsum u nima deb so'ragandilar. Umar roziyallohu anhu ayoliga voqeani tushuntirib berdilar va o'zi bilan birga yangi chaqaloqqa kerakli kiyimlardan, xotin kishining ehtiyoji bor yog'lardan, yana qozon, uning ichiga bug'doy va yog' olib olishni buyurdilar. Xotinlari aytgan narsalarni hozir qildi. U kishi qozonni ko'tarib yo'lga tushdilar. Xotinlari orqalaridan yurdi. Haligi uyga yetib kelgach, xotinlariga "Sen ayolning oldiga kir" dedilar va o'zlari uning eri bilan qoldilar. O't yoqib o'zlari bilan keltirgan narsalarni pishirdilar. U odam bo'lsa Umarning kimliklarini bilmay o'tirardi. Xotinning ko'zi yoridi va Umarning xotinlari uyning ichidan: "Ey Amirul Mo'minin, sohibingizga o'g'il bilan sevinch xabarini bering" dedi. Arobiy bu so'zni eshitib,
u kishining Amirul Mo'minin ekanliklarini bildi. Go'yo u dahshatga tushgandek orqaga tisarila boshladi. Umar roziyallohu anhu unga joyingdan qo'zg'alma dedilar. So'ng qozonni ko'tarib xotinlariga ayolni ovqatlantirish uchun qo'llaridan qozonni olmoqqa buyurdilar. Xotin ovqatlanib bo'lgach qozonni u odamga uzatdilar-da, "Ye, baraka topgur, chunki tunning hammasini uyqusiz o'tkazding" dedilar. So'ng xotinlari chiqdi. Ketar chog'larda u odamga "Ertaga bizning oldimizga bor, senga kerakli narsalar berishni amr qilamiz" dedilar. Ertasiga u odam keldi va uning farzandiga nafaqa ajratib berildi. Tarix bunday voqeani boshqa ko'rmasa kerak. Hazrat Umar roziyallohu anhu har bir musulmonga o'rnak bo'libgina qolmay, har bir mas'ul shaxslarga ham buyuk qo'llanma tashlab ketgan desak to'g'ri bo'lardi. Qo'l ostidagilarning har biriga javob beradigan raislarga xitob bu. Qiyomat kuni olamlarni yaratgan zot huzurida hammamiz, shu jumladan Hazrat Umar ham hisob-kitob qilinadi. Ana shu kuni kishining xayoliga kelmagan mayda ishlar ham hisob-kitob tarozusiga solinadi. Ba'zilar tuproqqa aylantirib yuborilgan hayvonlarga havas ko'zi bilan qarab qolishadi. Dunyo hali tugamadi. Uning oxiriga qarab ketyapmiz, hali tirik ekanmiz. Ko'zimizni kattaroq ochishimizga to'g'ri keladi. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Hazrat Umar jamiki kibr tuyg'usini yig'ishtirib qo'yib, odamlar ahvoldan ogoh bo'lish uchun ko'chaga chiqqanlar. Ummu Kulsum bilan tug'ayotgan ayolga yordam bergan zotga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Umar roziyallohu anhu ga Parvardigorning roziligini so'raymiz. U zotning yo'lini tutmay, nafslariga mutlaq qul bo'lib ketgan insonlarga esa Allohdan tavfiq va hidoyat so'rab qolamiz. Hikoyat. Ligidir. Sen moyga botib yurganingni do'zaxga qiyoslay ko'rma. Chunki haqiqiy do'zax oldida bugungi kuning ancha yaxshi bo'lib qoladi. Musulmonga bu dunyo ham yarashadi, oxirat ham deyishadi. Oxiratini dunyoning puchak pullariga sotib yuborayotganlar bugun iymon ko'chasiga kirishlari zarur. O'lim farishtasi kelganda hech narsaga ulgurib bo'lmaydi. Allohning rasuli olib kelgan yo'l orqali Sulton Salohiddin go'zal iymon egasi bo'ldi. Biz ham o'z yo'limizda sobit tura olsak, bugungi kunda boshqalar qo'lga kiritgan dunyoviy jannatlarga ham egalik qilamiz. Faqat buning uchun puxta ilm va chuqur sabot kerak bo'ladi. Hikmatli so'zlar. Abu Oliyaning so'zlari quyidagicha bo'ldi. Kim yerda ma'siyatga qo'l ursa, u yerda buzg'unchilik qilgan bo'ladi. Chunki yer ham, osmon ham toat ibodat bilan kitob bu mashg'ullik paytingda o'zi so'z boshlamaydigan, ish vaqtingda chaqirmaydigan suhbatdoshdir. Unga chiroyli ko'rinishing shart emas.
Kitob senga laganbardorlik qilmaydigan o'rtoq, seni aldamaydigan do'st, malol kelmaydigan yo'ldosh va tahqirlamaydigan nasihatgo'ydir. Hikmatlar rukniga yana Goethe kirib keladi. U inson sharqni tan olishda davom etadi. Sharqda 7 ta buyuk shoir bor. Ularning eng kuchsizi ham mendan ustun turadi. G'animat ilinjida uzoq safarlarga chiqdik. Safarimiz uzoq davom etgach, eng ulug', eng katta o'lja g'animat deb uyga qaytishni ixtiyor qildik. Vaqt nimaligi haqida tortisha faylasuflar aziz vaqtlarini yo'qotib o'tishdi. Musulmon odamga nafaqat oxiratning, balki dunyoning libosi ham yarashadi. Dahriylarga esa dunyo libosi ham biroz yarashmayroq qoldi. Bugungi kun. Qur'on oyatlari insonlarni ardoqlagan shoirlarimiz o'sha paytdagi Quraysh qabilasi shoirlari oldida o'rtamiyona bo'lib qolishadi. Ana shunday o'ta saviyali insonlar, ular xoh mushrik, xoh musulmon bo'lsin, Qur'on oyatlariga bosh egishgan. Ka'ba devoriga osib qo'yilgan she'rlar ichida Kavsar surasini ko'rgan bir mashhur shoir aytgan ekan, bu bashar qo'lidan keladigan satrlar emas. Ha, Alloh taoloning haq kalomi benazirdir. Dunyo hokimlari o'z davrlarida turli qonunlar ishlab chiqishgan. Ular bu ishlari bilan kelajak avlodga o'z haqiqat borki, qonunchilik ishlarida o'zini ilg'or ko'rsatadigan G'arbning mutaxassis bir yigiti Qur'on hukm qilish borasida ham benazir ekanligini tan olmoqda.
hissiyot olami. yonida. Bir tinglab ko'ring-da, xolis o'zbekning xolis so'zlariga baho bering. Dunyo meni tanir degan shubhada, yurdim odamlardan umidla faqat. Endi noilojman o'zimni o'zim tanishtirmoq bo'ldim, bergin ijozat. 14 asr bo'ldi mo'minligimga, Rasul kelgan kuni bo'lgandim odam, olovlarni sanam suvni xudo deb turli ilohlardan kutgandim malham. Tilovat neligin bilmagan qalbim yovvoyi adirda unsiz yig'lagan, Allohning nomisiz o'rindan turib, Allohning nomisiz tunda uxlagan. Bugun tariximni sinchiklab o'qib, Tomaris nomiga to'xtalsang agar, daftarchangga yozib qo'y quyidagina, bu bir tug'ilmasdan oldingi xabar. Chunki men tug'ilgan onim dod solib, dunyoga teran bir nigohla boqdim, islom kelgan kunni tug'ilgan kun deb, o'sha kun 1000 yillik daryodek oqdim. O'rmonlarga oshno tariximni ham bugun eslagim yo'q negadir do'stim, chunki men aslida Rasul kelgandan keyin bir odamga o'xshablar o'sdim. Qonimda oqdi-ku islomning ruhi, Buxoriy bo'lib u dunyoga chiqdi. Dunyo uxloq edi, faqat farzandim Rasul tashlab ketgan hadisni yig'di. Unga ko'makdosh ham chiqdi Termizdan, Termiziy nomila qozondi shuhrat, Samarqandiy ila Naqshband chiqqach, islom sharaf ila topdi haqiqat. Tinmasdan chiqdilar olimlar qator, Sinoning qo'llari shifoga tutash, keyin bilsam mening qonim ham asli, odam ato mamo havoga tutash. Ularning vatani jannat ham menga asli vatan ekan bugun angladim. Rasul kelgan kunga qadar kunimni tarix qatlaridan olib tashladim. Bugun Samarqandim, Buxoroyimni 2000 yilga ham qilarlar qiyos. Shunda ko'r dunyoga baqirgim kelar. Bu yillar aslida menga emas mos. Dunyo belanchaga atama meni, qora o'tmishlarga tutmagin yaqin. Agar bilmoq bo'lsang mening yoshimni, Rasul kelgan kundan boshlab sanagin. Men o'sha kun asli odam bo'lgandim. Parvardigor hammamizni o'zining yo'lida bardavom